Butun dunyo e'tiborini o'ziga qaratgan Venesuela prezidenti Vladimir Zelenskiy hamda Ramzan Qodirov o'rtasidagi dahanaki jang. Eron uchun og'ir o'tayotgan hafta hamda ayyorligini isbotlagan Fransiya birinchi xonimi. Zamonuz joriy haftada dunyoda yuz bergan eng muhim voqealarni bir joyga jamladi. Joriy haftada ham Venesuela prezidenti va uning rafiqasining qo'lga olinishi bilan bog'liq bahs-munozaralar xalqaro maydonda e'tibor markazida bo'lib turdi. Xususan, Nyu-York meri Zohran Mamdani ushbu operatsiyani urush harakati, shuningdek, xalqaro va federal qonunlarning buzilishi sifatida baholadi. Venesuela rasmiylari esa qo'lga olingan prezident Nikolas Maduro va uning rafiqasini ozod etish bo'yicha maxsus komissiya tuzilganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Venesuelada vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi Delsi Rodrigezga ogohlantirish yo'lladi. Uning aytishicha, agar Rodrigez to'g'ri harakat qilmasa, bu o'yin yana qaytadan o'ynaladi. Shundan so'ng Venesuelaning vaqtinchalik prezidenti AQShga yon bosishni boshladi. Rodrigez Instagramdagi murojaatida Trampga yuzlanib, xalq urushni emas, balki tinchlik va muloqotga loyiq ekanini, hatto Maduro ham doimo shunday pozitsiyada bo'lganini ta'kidladi. 5-yanvar kuni Nikolas Maduro va uning rafiqasi Nyu-York sudida ishtirok etib, o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni tan olmasliklarini bildirdi. Maduro o'zini halol inson deb atadi. Sud tomonidan unga 4 ta band bo'yicha, jumladan giyohvand moddalar va qurol savdosi bilan bog'liq ayblovlar qo'yildi. Uning rafiqasi ham barcha ayblovlarni rad etdi. AQSh sudi Maduroga Venesuela konsullik xodimlari bilan uchrashishga ruxsat berdi. Keyingi sud majlisi joriy yilning 17-martiga belgilangan. AQShning Venesuelaga qilgan hujumi oqibatida 100 kishi halok bo'ldi. Prezident Nikolas Maduro o'g'irlab ketilgan paytda halok bo'lgan harbiylar xotirasi uchun bir haftalik motam e'lon qilindi. Venesuela prezidenti va uning rafiqasining qo'lga olinishi bilan bog'liq voqealar fonida Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga keskin bayonot bilan chiqdi. Vladimir Zelenskiy AQSh hukumatiga Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ham Venesuela prezidenti Nikolas Maduro singari hibsga olinishi kerakligini aytdi. Bu haqida u 7-yanvar kuni prezident ofisida jurnalistlar bilan muloqot chog'ida so'z yuritgan. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, hozirda AQSh bilan diplomatik aloqalar samarali ishlamoqda. U Oq uy ma'muriyati Rossiyaga bosim o'tkazishning turli usullarini, jumladan Checheniston rahbarini qo'lga olish bo'yicha missiyani ham sinab ko'rish lozimligini ta'kidlagan. Checheniston rahbari esa bunga javoban Zelenskiyga keskin munosabat bildirdi. Qodirov Zelenskiyni hibsga olish operatsiyasini o'zi bajarmay, birovdan so'ragani uchun tanqid qilib, bunday harakatlar erkakchilikka to'g'ri kelmasligini aytdi. Uning ta'kidlashicha, Ukraina tomonining AQShdan uni o'g'irlab ketish bo'yicha yordam so'rashi qo'rqoqlik va ojizlik belgisi hisoblanadi. Joriy hafta Eron hukumati uchun ham og'ir kechdi. Mamlakatda 28-dekabrdan buyon davom etayotgan norozilik namoyishlari avj olib, uning oqibatida kamida 45 kishi halok bo'ldi. Mamlakatda internet tarmog'i butunlay uzib qo'yilgan. 8-yanvar kuni namoyishchilar Tehronning asosiy ko'chalaridan biri Oyatulloh Koshoniy xiyobonini to'sib qo'ydi. Xavfsizlik kuchlari niqob taqqan namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llamoqda. Mashhad, Kirmonshoh va boshqa yirik shaharlarda ham norozilik namoyishlari kuzatilmoqda. Realning qadrsizlanishi, sanksiyalar va Isroil bilan urush oqibatlari fonida inflyatsiya qariyb 50% ga yetgani sabab boshlangan noroziliklar Eronning o'nlab shaharlarini qamrab oldi. Ushbu voqealar oqibatida o'nlab odamlar halok bo'ldi, mingdan ortiq shaxs hibsga olindi. Hokimiyat ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanmoqda, internet cheklanmoqda. CNN nashriga ko'ra, ichki tartibsizliklar va ko'plab inqirozlardan aziyat chekayotgan Eron rahbariyati endilikda AQSh tomonidan harbiy harakatlar qayta boshlanishi ehtimoli bilan ham yuzlashmoqda. AQSh rahbari Donald Tramp boshqa mamlakatlarda namoyishlar shafqatsiz bostirilgan taqdirda harbiy kuch qo'llashga tayyor ekanini bildirgan. Yillar davomida erkak ekani da'vo qilib kelinadigan Fransiya birinchi xonimi Brigitte Macronga oid sud ishi va nihoyasiga yetdi. Parij shahri jinoiy sudi Fransiyaning birinchi xonimini internet orqali ta'qib qilish, haqoratlash va u haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatish bilan bog'liq ish bo'yicha hukm chiqardi. Sud qaroriga ko'ra 10 nafar shaxs Brigitte Macronga nisbatan kiberbezorilik qilganlikda aybdor deb topildi. Tergov materiallariga ko'ra, sudlanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda Brigitte Macron go'yoki erkak bo'lib tug'ilgani va transgender ayol ekani haqida fitna nazariyalarini faol tarqatgan. Sud qaroriga binoan 8 nafar sudlanuvchi 4 oydan 8 oygacha shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Sud majlisida qatnashmagan ayblanuvchilardan biriga esa 6 oylik qamoq jazosi tayinlandi.